بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetlik ustazlar ve kırındaşlar, bugünkü dersimiz güzel turmuşun 53 kaidesinin 3. kaidesi İslam ümmeti bolgan milletinizge hizmet kılın. İslam ümmeti bolgan milletimge qanday hizmet kılıman? Bu iş nurgun kişilerini bir aram kılıdı. Ularını hem yerde qoğlaydı, her dakikada ularga hücum kılıdı ve bazılarını çaqqan kılıdı. Ular aldırap tinep, aldıraş quruluş qılmakçı boludu. Ama qurilishning izini ko'rolmaydi. Niyat to'g'ri, tirishchanlik ko'p, berish davomlashadi. Shundaqdimi, nima uchun talabga uyg'un shaklda islom ummati bo'lgan millatiga xizmat qilmaydi? O'qirman qarindishim, mening bilan keling, biz buningda yasaydigan qurilishdan birini yasashga to'xtab baqayli. Her vakit qurilishning birinchi qavatini yasamay turib, ikkinchi qavatni ko'rishni tasavvur qilib bo'lamdi. Bundaq bo'lishi hargiz mumkin bo'lmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, oramizdagi ko'pchilik kishilardan bundaq ishlar ko'p yuz beradi. Ular asosli xizmatni tashlab, asosli bo'lmagan ishlarga yo'tkiladi. Eng yaxshi ish islom ummatining bir qismi bo'lgan öz millatimizga xizmat qilish bo'lib, bu millatning taraqqiyoti va olg'a ilgirilish uchun qilingan xizmatlarning eng katta ish ekanligi. Agar u xizmatni siz qilmasangiz, sizdan boshqalarning qilmaydiganligini ta'kidlash kerak. Boshqacha ifodalaganda, millat uchun qiladigan xizmatni boshqalardan ilgari sizning qilishingiz yaxshi bo'ladi deganlikdir. Siz bu xizmatni talabga loyiq o'rindagan bo'lsangiz, uningdan boshqa bir xizmatga atlansangiz bo'ladi. Ammo ishning talab qilinganining aksichi bo'lishi ba'zilarining turmushi va bu yo'ldagi tirishchanligida ko'rilayotgan asosli kamchilikdir. Bu ko'rinishni ro'shanlashtirish uchun bu hadisni va buningga yondashib keladigan misollarni o'ylab boqaylik. Bir kishi jihad qilishni maqsad qilib payg'ambar alayhisolamning yoniga keldi. Peygamber aleyhisselam o kişiye ata-ananız hayat mı dedi. O kişi ha dedi. Peygamber aleyhisselam ulanın hizmetini kılışkı terişçallık kılın dedi. Peygamber aleyhisselam o kişine onundan başka kişi kılsımı buluduğun bir işten kaytırıp o kişine özü kılması bulmaydıgan ve onundan yakşı bulgan bir işe başlap koydu. Yani cihat Fariz bo'lmagan ahvolda buni har qanday odam qilsa bo'ladi, ammo ota-onaning xizmatini farzandidan boshqalar qilib bo'lmaydi. Bir kishi Alloh uchun qilinadigan har qanday bir ishga mol sarf qilishni ixtiyor qildi. Lekin u kishi oilasi va farzandlariga qiladigan xayr ehsonga kelganda qo'li gardiniga choplashib qoldi. Ya'ni ularning xarajatini qilib bermadi. O kişi özü qilishi muhim bo'lgan ishni tashlab, boshqalar qismi bo'ladigan ishga qadam bosdi. Alloh yo'lida mal sarf qilish bo'lsa, Alloh taologa yaqinlashadigan eng yaxshi ish bo'lsa-mu, lekin xuddi qurilishning birinchi qavatini yasamay turib, ikkinchi qavatini yasag'ili bo'lmagandek, oilasining nafaqasini qilmay turib, boshqa tarafga pul sarf qilish to'g'ri bo'lmaydi. Masjidning imomi kishilarni Allohning tarafiga da'vat qiladi, lekin o imam bazı vaqtda masjidni ko'rolmagili tas qoladi. Bu ham o'zining qiladigan asosli xizmatini tashlab, boshqalar qismi bo'ladigan ishni qilishdir. Sinf o'qituvchisi ijtimoiy uchur vositalarida kishilarni da'vat qilib, ularga va'z-nasihat qiladi. Ammo o'zining sinfidagi o'quvchilarga tuzukroq vaqt ajratmaydi. Bu ham o'zining qiladigan asosli xizmatini tashlab qo'yib, boshqalar qismi bo'ladigan ishni qilishdir. To'y qilgan xonimlar ayollar cemaatida ve Kur'an kurslarida davet işleri bilen meşgul boludu. Lekin o xonimning yo'ldoshi ayolining o'zining oddiy bir haqqini to'liq ado qilmaganligidan shikoyat qiladi. Shuningdek, farzandlari ko'p vaqtda bola boquvchi bilan birga turadi. Bu ham o'zining qiladigan asosli xizmatini tashlab, boshqalar qismi bo'ladigan ishni qilishdir. O'quvchi har qaysi sohaga aloqador kitoblarni o'qiydi, lekin o'zining dars kitobini qo'lga olmag'ida tas qoladi.
Bu hem özünün qiladigan asosli xizmatini tark qilib, boshqalar qismi bo'ladigan ishni qilishdir. Oxirida shuni deymizki, shaytonning yoshirun hiyla mikrlaridan u insonni o'zining qiladigan asosli xizmatini qo'yib, boshqalar qismi bo'ladigan ishlar bilan mashg'ul qilib qo'yishdir. O'qirman qarindishim, hamshiram, sizlar boshqalar qismi bo'ladigan ishni qilish bilan ummatga, millatga xizmat qila olmaysizlar. Balki sizlardan boshqalar qilmaydigan yoki qila olmaydigan ishni qilish orqali xizmat qila olasizlar. O'zingizdan men qiladigan asosiy xizmat qaysi deb so'rab boqing. Ba'zi vaqtda qilmoqchi bo'lgan ish bir qancha turlik bo'lib qoladi. Uni to'liq ado qilish va voyaga yetkazib qilish uchun butun tirishchanligingizni chiqaring. Shuni esingizda tutingki, Alloh taolo farzni ado qilmay turib qilgan qo'shimcha nafl amallarni qabul qilmaydi. Shuning uchun oldi bilan farz amalni ado qilish kerak, undan keyin nafl amallarni qilish kerak. Mehribon shafqatli Alloh bizni va biz yaxshi ko'radigan kishilarni o'z rahmatlari bilan sizlar yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq qilsin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.